Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam, boludu. Ben sana hazırlam, dilalet çöçeklerini koyup beray ya. Assalamu alaykum umaqlarım. Keşlikinlar hayırlıq bolsun. Bugün qandaq hikoya çöçeklerini anlığınlar ba? Bugün mening sizlarga Adil Abdurahmon tag'a fanni hikoyalardan agar yer shari o'z o'qida aylanmasa degan hikoyani aytib bergim kelyotidi. Anglashni xohlamsizlar? Amsa umaqlarimning qulqi menda bo'lsin. Hikoya agar yer shari o'z o'qida aylanmasa. Oqa Dabdu bir kuni yer sharining ufqi Mars bepoyon koinotda o'z o'qida to'xtamay aylanayotgan yer shariga qarab. Sen minosikon kech kunduz to'xtamay aylanasan. Birer kun to'xtab orom bilib olsang bo'lmamdi. To'xtasam bo'lmaydi ufqam, deb javob beribdi yer shari eg'ir tinib turib. Agar to'xtab qolsam, eg'ir oqibatlar kelib chiqadi. Buning hudisidan chiqolmayman. Bir ikki kun to'xtab orom ilib olganga unchalikmi bo'lib ketmas, debdi Mars yer shariga eransizlik bilan qarab. Undoq dema ufqam, bu chaqchaq qiladigan ish emas-chimi? Yer shari kaskinlik bilan javob beribdi. Undoq bo'lsa aytib baqa aka. Agar o'z o'qingda o'ylanmay to'xtab qolsang, qanday oqibatlar kelib chiqadi? Bir anglab baqay, debdi Mars qiziqib. Undoq bo'lsa, quloqingni ding tutib angla ufqam-a, debdi yer shari astoydillik bilan tushuntirib. Yaqinda Amerikadagi bir fan texnika shirkati kompyuter yumshoq deyta oldim foydalanib, mening o'z o'qimda aylanmasam qanday oqibatlarning kelib chiqadiganligini faraz qilgan. Farizi qanday chiqibdi aka? Mars aldirab so'rabdi. Men o'z o'qimda soatiga to'xtamasdan taxminan 1667 kilometrlik surat bilan aylanaman, debdi yer shari eg'ir pishildab. Men shundoq tez aylanib turg'ashqa, dengiz suvi ekvator tarafga tortilib, dengiz okean hosil bo'lgankan. Agar o'z o'qimda aylanmasam, dengiz suvi mening ikki qutbimga qarab oqadi ekan. U chaqda Amerikadagi Chicago shtati bilan teng paralleldagi joylarning Shimoliy va Argentinadagi Buenos Aires bilan teng paralleldagi joylarning hammasi Janubiy dengizga g'arq bo'lib, ikki qutbda dengiz paydo bo'ladi ekan. Ekvatorning ikki tarafi nihoyatda cho'nquruqlikqa aylanib qoladi ekan. Hozirgi Atlantik okean va Tinch okeanining o'rnida jilg'a paydo bo'ladi ekan. Rostla yomon oqibatlar kelib chiqadi ekan. Yer sharining gaplarini anglagan Marsning ko'zlari hayronlikdan chaychayib ketibdi. Albatta, debdi yer shari yelkasiga g'oyat zo'r yukni ko'tarib eg'ir tingan holda gapini davomlashtirib. Men o'z o'qimda aylanmasam, orbitida aylanaveraman. Lekin bu vaqtda bir kun bir yilga so'zilib ketadi ekan. Buning bilan yer shariga har qanday bir oyunda 6 oy zimiston sovuq kecha, 6 oy pishg'irim issiq kunduz bo'ladi ekan. Mushundoq nachar klimatning ta'sirida ko'pincha jonliqning nasli qurib ketadi ekan. Aka, deb so'rabdi Mars yer sharining gaplariga texmi qiziqib. Undaqda sen rostla o'z o'qingda aylanmay to'xtab qolasanmi? Unsurmagin ufqam, debdi yer shari Marsga qarab kulimsirgan holda. Fizik olimlardan qarashcha, meni o'z ichiga olgan nurg'un sayyorlar paydo bo'lgandan tortib, o'z o'qimizni aylanishdan to'xtab boqmadik. Shunga mening o'z o'qimda aylanmay to'xtab qolishim mumkin emas. Yer shari sal o'ylanib olib gapini yana davomlashtiribdi. Lekin ba'zi ilmiy dalillar mening o'z o'qimda aylanish suratimning o'zgarganligini isbotlagan. Mening o'z o'qimda aylanish suratim ostilg'ashqa 2005-yil dunyo vaqti 1 sekund uzargan. Mars yer sharining gaplarini anglab xotirjam bo'lib, yenik tinib qo'yibdi. Aka, hargiz to'xtab qolmay o'z o'qingda aylanaver-jimi? İnsanlar xotirjam yozsin. Aylanaman ufqam, aylanaman. Hargiz to'xtab qolmayman. Yer shari o'ziga to'liq ishongan holda Marsga qarab kulib qo'yibdi. Rosa aytsan aka, shuni seni insonlarning illiq beshigi deymiz-da.
Marisning gapini anglab, Yarsharning dili suyunib ketibdi. Umaqlarim, agar Yarshar o'z o'qid aylanmasa, intayin yomon oqibatlar kelib chiqadigan-a. Biz bu hikoyani, ya'ni Yarshar o'z o'qid aylanmasa, qanday yomon oqibatlarning kelib chiqadiganini atrofimizga do'stlarimizga so'zlab beraylik-mi? Kech bo'lib ketibdi, amis bugun boldir uxlanglar. Atumush vaqtda Dilola Undidar salonida ko'rishaylik. Tatlı tushlar sizlarga amra bo'lsin.